Ko'pchilik dizaynerlar shunday o'ylaydi: avval buyurtma bo'lsin, keyin portfolio qilaman deb. Aslida esa bu noto'g'ri. Portfolio bo'lmasa, buyurtma ham bo'lmaydi. Portfolio bu sizning bilim darajangiz, fikrlashingiz, didingiz va uslubingiz. Ko'p yangi dizaynerlar internetdan rasmlar olib, shuni portfolio deyishadi. Aslida bu noto'g'ri. Bu portfolio emas, bu shunchaki rasmlar to'plami. Aslida portfolio nimani ko'rsatish kerak? Siz qanday fikrlaysiz, qanday muammo yechasiz, qanday qaror qabul qilasiz? Mijoz sizdan shunchaki rasmlar emas, yechim sotib oladi. Yaxshi portfolio dizayn dasturidan emas, fikrdan boshlanadi. Birinchi bo'lib quyidagi savollarga javob topishimiz kerak. Birinchisi, men qaysi yo'nalishda ishlamoqchiman? Interyer, kamxarj dizayn, premium, kafe, restoran. Keyin esa kim mening mijozim? Qanday uslub menga yaqin? Agar shu savollar aniqlanmasa, portfolio tartibsiz bo'ladi. Yangi dizaynerlarda buyurtma yo'q, portfolioni nimadan qilaman degan savol ko'p uchraydi. Quyidagilar bu savolga yechim bo'ladi. Birinchi navbatda o'zingiz uchun loyiha qiling. O'z uyingiz, xayoliy mijoz, real muammolar yechimi bilan. Undan so'ng oldin va keyin konsepsiyasi. Mavjud xonani olib, dizayn yechimini ko'rsatish kerak. Kam bo'lsa ham sifatli loyiha qiling. 10 ta o'rtacha ishdan 3 ta kuchli loyiha yaxshiroq. Mijoz sonni emas, sifatni ko'radi. Ko'pchilik portfolioda faqat bitgan loyihaning rasmini qo'yadi. Aslida kuchli portfolioda quyidagicha ko'rsatish kerak. Mijozning muammosi, siz bergan yechim va shu yechim asosida kelib chiqqan natija. Bular mijozga shunchaki loyihani emas, balki sizni qanday fikrlashingizni ko'rsatadi. Bugungi kunda portfolio bitta joyda bo'lishi yetarli emas. PDF portfolio, Instagram yoki Telegram kanal, Google Drive yoki sayt havolasi. Muhim qoida: portfolio oson ochiladigan va tushunarli bo'lsin. Agar mijoz portfolioni ochib ko'rishga qiynalsa, u tezda qiziqishini yo'qotadi. Portfolioda uchraydigan xatolar: juda ko'p ish joylash, boshqalarning loyihalarini ishlatish, rasmlarni qayta takrorlash va ularning betartib joylashuvi. Sohani o'rganayotgan tomoshabinlar mukammal bo'lishini kutish boshlamaslikka bahona bo'la olmaydi. Portfolio ideal bo'lishi shart emas, u sizni o'sishingiz bilan birga o'sadi. Eng muhimi, portfolio bo'lsin, shunda mijoz ham bo'ladi. Asosiysi ishingizni professional qiling, shunda o'ylagan maqsadingizga erisha olasiz. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan tayyorlanayotgan videolarimizni kuzatib boring.